asalarimiz shaharda asalarisi emas yoki shakariga boqilyapti turgan asalari emas. Atrof muhitni bitta ko'rsating, tog'i dashtda asalarisi. Bu degani asali juda ham sifatli, nima deydi, ta'mi ham yaxshi bo'ladi jigarlar. Hozirgi kunda zagatopkani qilib qo'yishibdi. Kimga asalari yoki kimga asal kerak bo'ladigan bo'lsa, narx-navolar albatta kelishtirgan holatda 100 ming so'mdan boshlanib, kerak bo'lsa 4 yil, 5 yil yoki 10 yillik asalari saqlanib turgan asallari bor ekan. Narx-navolari 100 ming so'mdan balandlashib ketaveradi. Bundan tashqari asallarni suti deysizlarmi yoki mana bunday propolis deysizlarmi? Propolis hattoki bepushtlik kasalligiga ham davo deyishyapti. Bemalol nima mahsuloti, asalga tegishli nima mahsuloti kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaversa, bizni bugungi manzilimiz Namangan viloyati Chust tumaniga kelganmiz. Atrof muhit tog'i dasht, bemalol toza asal iste'mol qilmoqchi bo'lgan qadrdonlarimiz uchun maxsus video bo'lyapti. Videolarimizga bittadan like bosinglar va pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring asal xarid qilishlaring mumkin. Salomat bo'linglar.